Hoy, sizlarda kuchliroq marketovka yo'qmi? Hech yo'q, kuchliroq ssenarist bordir. Axir bunaqa deb o'tgan yili Sinov tibbiyot texnikumi reklama qilgan-ku. Hatlashyapsizlarmi? Bunga yillarni qo'shib, tibbiyot so'zini olib tashlasa, Sinov texnikumidan ko'chirganimiz bilinmay qoladi deb o'ylayapsizlarmi? Axir ular asosli gap gapirishdi. Kontrakt summasi ham biznikidan qimmat bo'lsa, qimmat bo'ladi-da shunga yarasha o'qitgandan keyin. O'quvchilar soni ham hozirda biznikidan 4 barobar ko'p. Amaliy darslari ham biznikidan ustunroq. Har bir darsi real tajribalarga asoslangan holda o'tiladi. Bu yilgi qabulda ham shartnomalar biznikidan 2 barobar ko'proq. Kamiki 3 kunlik bepul Samarqand sayohatlari, birinchi kurslarni ham, ikkinchi kurslarni ham. Qolaversa bu yilgi yangi talabalarni ham aniq olib boradi. Qasamyodini ko'rdilaringmi? Chinakamiga bayramga aylantirib yuborishdi. Bu yilgi o'quv rejasini 75% amaliy qilishyapti. Nima biz 80% deymizmi o'zimizda yo'q narsani ko'rsatib? Kelinglar, tan olaylik. Sinov tibbiyot texnikumi Farg'onadagi eng zo'r tibbiyot texnikumi-yu. Ko'chirish oson, yaratuvchanlik iqtidor.